Ochiqchasiga aytganda, turmush qurish siz hayotingizda qabul qiladigan eng katta qarorlardan biridir. Lekin to'g'ri insonni tanlashga kelganda ko'pchilik o'zini butunlay yo'qotib qo'ygandek his qiladi. Siz istixora qilasiz, do'stlaringiz bilan maslahatlashasiz, ijtimoiy tarmoqlarni titkilaysiz, lekin qalbingiz tubida hamon o'sha so'zsiz savol jaranglayveradi. Bu inson o'zi Alloh tomonidan menga yuborilganini qanday bilaman? Aziz birodarlarim va opa-singillarim, biz his-tuyg'ular, bosim va chalkashliklar hamma narsani xiralashtirib yuborgan bir zamonda yashayapmiz. Odamlar nikohga faqat tashqi ko'rinish, o'tkinchi hislar yoki shunchaki oilasi xo'p degani uchungina kirishmoqda. Keyin esa yillar davomida xato qildimmikan degan o'y bilan yashashadi. Ammo haqiqat shundaki, Alloh o'z bandasini zulmatda qoldirmaydi. Agar siz chin dildan izlayotgan bo'lsangiz, u belgilar bo'y ko'rsatadi, eshiklarni ochadi va sizga aniqlik beradi. Ushbu videoda biz Alloh kim siz uchun to'g'ri inson ekanligini ko'rsatadigan 5 ta aniq belgini o'rganamiz. Bu shunchaki hissiy gaplar emas, bu belgilar islomiy hikmatga, hayotiy tajribalarga va Allohning siz sezmagan holda qalbingizni qanday qilib boshqarishiga asoslangan fikrlar. Hech hayotingizga kimdir kirib kelganda, bu sinovmi yoki ne'mat ekanligini bilmay ikkilanganmisiz? Ehtimol javobingizni quyidagi fikrlardan toparsiz. Keling, birinchi belgidan boshlaymiz. Bu belgi odatda siz kutmagan paytda paydo bo'ladi. Birinchi belgi. Alloh yo'lni sizni hech qiynamasdan oson qilib qo'yadi. Bilasizmi, qiziq tomoni nimada? Ba'zida biz biror ishning bo'lishini shunchalik qattiq xohlaymizki, faqat o'zimiz harakat qilayotganimizni tinmay qo'ng'iroq qilib, ko'ndirib, yalinib, rozilik olishga urinayotganimizni sezmay qolamiz. Bir tomonni rozi qilaman deb, ikkinchi tomonda o'zimizni yer bilan bitta qilamiz va buni haqiqiy sevgi deb ataymiz. Lekin aziz birodarlarim va opa-singillarim, agar Alloh kimnidir sizga yozgan bo'lsa, uni ushlab qolish uchun o'zingizni holdan toydirishingiz shart emas. Alloh sizni kimdir sari yetaklayotganini dastlabki belgilaridan biri shuki, yo'llar ochiladi. Siz doimiy ravishda qisqa majburlashingizga hojat qolmaydi. Qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, lekin voqealar rivoji tushuntirib bo'lmas darajada o'z-o'zidan joy-joyiga tusha boshlaydi. Bu ilohiy boshqaruvdek tuyuladi. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: banda ilohiy taqdirga, ya'ni uning yaxshiligiga ham, yomonligiga ham iymon keltirmaguncha unga yetgan musibat uni chetlab o'tishi mumkin emasligini va uni chetlab o'tgan narsa unga yetish mumkin emasligini bilmaguncha komil mo'min bo'la olmaydi. Chunki agar bu Allohdan bo'lsa, sodir bo'ladigan ishlar vaqtingizni olsa ham ruhingizni ezmaydi. Istixorangiz sizga xotirjamlik beradi, suhbatlar oldinga siljiydi, eshiklar ochiladi, qalblar yumshaydi. Siz shunchaki munosabatni saqlab qolish uchun tinimsiz kurashmaysiz. Sizdan so'rasam agar, hech biror ish shunchalik qiyin, shunchalik og'ir bo'lganki, uni amalda saqlab qolish uchun o'zingizni baxtli deb ko'rsatishga majbur bo'lganmisiz? Endi buni hayotingizdagi o'zi tabiiy ravishda kelgan, siz kutmagan holda Alloh yo'lini ochib bergan narsalar bilan o'zingiz solishtirib ko'ring. Ba'zida bu inson sizga yozilmaganligining eng katta isboti shundaki, butun munosabatni yolg'iz o'zingiz ushlab turgan bo'lasiz. Shunday ekan, agar munosabatni tirik saqlash uchun doimiy ravishda faqat siz chiranayotgan bo'lsangiz, bu sevgi hikoyasi emas, balki bu siz uchun dars bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi belgi,
Alloh to'g'ri insonni ko'rsatishdan oldin noto'g'ri insonlarni hayotingizdan olib tashlaydi. Keling, ochig'ini aytsak, siz Allohdan hayotingizda qoldirishini yolvorib so'ragan ba'zi insonlar aslida ne'mat emas, balki sinov sifatida yuborilgan bo'lishi mumkin. Va mana bu qismni hech kim eshitishni xohlamaydi. Bu Alloh sizga haqiqatdan yozilgan insonni ko'rsatishdan oldin u sizni dastlab yurak og'rig'idan o'tkazishi mumkin. Sizni sindirish uchun emas, balki qalbingizni unga tegishli bo'lmagan narsalardan tozalash uchun. Siz uni o'sha inson deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Hislar kuchli, bog'liqlik haqiqiydek tuyulgandir, lekin qancha harakat qilmang, nimadir xato ketaveradi. Tortishuvlar, masofa to'satdan o'zgarib ketadi va keyin sukunat. Shunaqa. Siz esa hayron qolasiz. Men shuncha duo qilgan bo'lsam, nega Alloh ularni olib qo'ydi? Gap shundaki, siz to'g'ri insonni so'rab duo qilayotgan edingiz. Alloh esa shunchaki noto'g'ri insonni yo'lingizdan tozalayotgan edi. Yusuf alayhissalom quduqqa tashlanadilar, qullikka sotiladilar va qamoqqa tashlanadilar. Bularning bari Alloh ularga atalgan narsani berishdan oldin sodir bo'ldi. Unutilganlar uchun emas, balki ba'zida og'riq bu himoyaga eltuvchi yo'ldir. O'sha sababli. Shunday ekan, agar kimdir to'satdan ketgan bo'lsa, harakatlaringizga qaramay munosabat tugagan bo'lsa, qalbingiz siz kutmagan tarzda parchalangan bo'lsa, balki bu rad etish emasdir. Balki bu boshqa tomonga redirection bo'lishi mumkin, ya'ni boshqa tomonga yo'naltirish bo'lishi mumkin. Chunki Alloh tomonidan yozilgan narsa sizni sarosimada qoldirmaydi. Hurmat tilab olishingizga majbur qilmaydi va eng muhimi shundaki, u bilan qolish uchun qadringizni yerga urishingizga sabab bo'lmaydi. Agar ketgan inson tufayli azoblanayotgan bo'lsangiz, Alloh duolarimni inkor qildi deb o'ylamang. Ba'zida noto'g'ri odamlarning ketishi to'g'ri inson kelayotganini birinchi belgisidir. Uchinchi belgi. Alloh sizni nikohga harom yo'l bilan boshlamaydi. Keling, buni dangal aytamiz. Agar hikoyangiz harom bilan boshlangan bo'lsa, u baraka bilan tugashini kutmang. Bugungi avlod tuzoqlarga tushishni juda osonlashtirib yubordi. Bir xabar suhbatga aylanadi, hazil odatga aylanadi va ko'z ochib yumguncha bir-biriga halol bo'lmagan ikki inson o'rtasida bog'liqlik paydo bo'ladi. Keyin esa ular buni sevgi deb atashadi. Ammo haqiqat shundaki, chinakam sevgi sevgini yaratgan zotga itoatsizlik bilan boshlanmaydi. Real love doesn't begin with disobedience to the one who created love in the first place. Aziz birodarlarim va opa-singillarim, Alloh hech qachon, eshityapsizmi, hech qachon sizni juftingizga harom yo'l orqali yetaklamaydi. U muqaddas narsalarni qurish uchun gunohdan foydalanmaydi. U sizni itoatsizlikka tortadigan insonni yuborib, buni sinov deb atamaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlar: bir-birini sevganlar uchun nikohdek yaxshi narsa yo'q. Noilojlikdan qilingan ishlar emas, yashirincha uchrashish emas, faqat zulmatda rivojlanadigan yashirin munosabatlar emas, nikoh. Agar siz lekin biz tez orada buni halollashtirmoqchimiz deb o'ylayotgan bo'lsangiz, o'zingizdan so'rang. Agar sevgi hikoyangiz ota-onangizdan yashirinishni, islomiy chegaralarni buzishni va Alloh buyurgan narsalarga qarshi chiqishni talab qilsa, unda bu munosabatni aslida kim boshqarmoqda? Biz shunday zamonda yashayapmizki, hatto o'smirlar ham hech qanday yomon ish qilmayapmiz deb o'ylab harom munosabatlarga kirishib ketmoqdalar. Lekin gunoh bilan boshlangan narsa og'riq bilan tugaydi. Hozir bu hayajonli tuyulishi mumkin, ammo ishoning, harom hech qachon oqibatsiz qolmaydi. Va eng yomoni, bu sizning basiratingizga ta'sir qiladi. Harom munosabatda bo'lganingizda xavfli belgilarni aniq ko'ra olmaysiz, chunki
his-tuyg'ular ko'zingizni ko'r qiladi va nihoyat to'g'ri yo'l tutmoqchi bo'lganingizda qalb allaqachon Alloh baraka bermagan narsaga bog'lanib qolgan bo'ladi. Shunday ekan, agar siz Alloh kimni yozganini chin dildan bilishni istasangiz, avvalo yo'lingizni poklang, noto'g'ri ekanligini bilgan narsalaringizni qo'yib yuboring, yashirib qilayotgan ishlaringizga chek qo'ying va keyin Alloh gunoh va ma'siyatlarsiz, pokiza va xotirjamlik bilan o'sha insonni qanday qilib sizni hayot yo'lingizga olib kelishini tomosha qiling. 4-chi belgi. To'g'ri inson paydo bo'lishidan oldin o'zingiz o'zgara boshlaysiz. Ba'zida Allohdan kelgan eng aniq belgi ularda emas, balki sizda bo'ladi. Alloh hayotingizga to'g'ri insonni olib kirishidan oldin avvalo sizning qalbingiz ustida ishlay boshlaydi. Jimgina ich-ichingizdan belgilarsiz, samoviy ishoratlarsiz shunchaki o'zgarish bo'ladi. To'satdan dindorlikka jiddiyroq qaray boshlaysiz. Internetda odamlar bilan tanishishni, noskarashma qilishni to'xtatasiz. Namozlarni kimgadir yoqish uchun emas, balki Robbingiz qarshisida turganda pok bo'lishni istaganingiz uchun vaqtida o'qiy boshlaysiz. Balki o'sha vaqtda buni anglamassiz, lekin Alloh sizni tayyorlayapti, chunki sizga yozilgan inson ham xuddi shunday tayyorgarliklardan o'tmoqda. Ikki qalb Alloh tomonidan alohida poklanganda, u ularni ikkisi ham tayyor bo'lgan aniq bir vaqtda birlashtiradi. Lekin ko'pchilik mana shu narsani o'tkazib yuboradi. Ular o'zlari hali tayyor emasliklarini inkor qilgan holda, qani o'sha mening juftim deb so'rashda davom etadilar va bu tabiiy hol ham bir tomondan. Chunki tayyorgarlik bu ilohiy rahmatning bir qismidir. Agar siz sekin-asta yaxshilanib borayotganingizni, gunohlarni tark etayotganingizni, xulqingizga e'tiborliroq bo'layotganingizni va nihoyat qolishi kerak bo'lmagan insonlarni qo'yib yuborayotganingizni his qilsangiz, shoshilmang, vahima qilmang. Allohning qadaridan shubhalanmang. Sizdagi bu o'zgarish, qadriyatlaringizdagi bu burilish bu tasodif emas, bu belgidir. Chunki Alloh shunchaki to'g'ri insonni yubormaydi. U sizni o'zingizning to'g'ri versiyangizga aylantiradi toki uchrashganingizda ikkalangiz ham bir-birlaringizning qarshingizda pok niyat, samimiy qalb va yashiradigan sirlarsiz tura olishingiz uchun bu narsalar. Bu shunchaki nikoh emas, bu mukofot bo'ladi. 5-chi belgi. Istixoradan keyin xotirjamlik his qilasiz. Garchi bu siz kutgandek bo'lmasa ham. Keling, real qaraylik. Istixora dinimizdagi eng aqllar ojiz qoladigan sovg'alardan biridir. Odamlar o'ylaydilarki, u tush, yorqin belgi yoki hammasi tushunarli bo'lib qoladigan qandaydir sehrli lahza bilan keladi. Ammo haqiqat shundaki, ko'pincha Alloh sukunat bilan javob beradi. Siz istixora qilasiz, qarorni uning qo'liga topshirasiz va keyin ichingizda nimadir tinchlanadi. Xavotir olmaysiz, haddan tashqari ko'p o'ylamaysiz. Har kuni belgi qidirmaysiz. Siz shunchaki xotirjam bo'lasiz. Balki u inson siz tasavvur qilgandek emasdir, balki ular har bir talabingizga mos kelmas, balki qalbingizda hali ham ba'zi ikkilanishlar bordir, lekin ich-ichingizda ichki kurash yo'qoladi. Mana shu belgidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga o'rgatganlarki, qachonki bir narsa xayrli bo'lsa, Alloh qalbni qanoatlantiradi. Romantik kinolardagi kabi hayajonli emas, balki mamnun, osoyishta, sokin ishonch bilan. Ba'zida buning aksi bo'ladi. Istixora qilasiz, barcha ishlar buzilib ketadi, orqaga ketadi, suhbatlar to'xtaydi, qalbingiz bezovta bo'lib, notinch va ishonchsizlik his qilasiz. Va bu og'riqli, chunki siz bu ishning o'xshashini xohlagan edingiz, lekin o'sha noqulaylik sizni javobingiz bo'lsa-chi, agar Alloh siz ko'ra olmaydigan narsadan himoya qilish uchun siz xohlagan narsani
olib qo'yayotgan bo'lsa-chi, istixoraning kuchi xohlagan narsangizni olishda emas, balki Alloh uni yo'q deganda ham unga ishonishdadir. Shunday ekan, agar istixora qilgan bo'lsangiz va xotirjamlik his qilgan bo'lsangiz, garchi bu yorqin bo'lmasa ham, garchi hissiyotlarga to'la bo'lmasa ham, garchi rejalaringizga mos kelmasa ham, buni mahkam ushlang. Chunki ibodatdan keyingi tinchlik tasodif bo'lmaydi. Bu Robbingizning "Bu sen uchun xayrlidir" degan sokin shivirlashidir. Aziz birodarlarim va opa-singillarim, kim bilan turmush qurishni tanlash shunchaki bu qaror emas. Bu sayohat. Sabringizni, iymoningizni va Allohning rejasiga bo'lgan, Allohning qadariga bo'lgan ishonchingizni sinaydigan sayohat. Ba'zida belgilar aniq bo'ladi. Ba'zida ular siz kutmagan yo'llar bilan keladi va ba'zida Alloh sakinat beradi. U sizni e'tiborsiz qoldirgani uchun emas, balki to'g'ri vaqt kelguniga qadar sizni himoya qilayotgani uchun. Lekin haqiqat shundaki, agar siz samimiy bo'lsangiz, Alloh sizni yo'llaydi. Balki tushlar yoki dramatik lahzalar orqali emasdir, lekin qalbingizdagi yumshoq halovat orqali, o'sha paytda tushunmagan yo'nalish o'zgarishlari orqali. U uzoqlashtirgan insonlar va u sabr bilan shakllantirayotgan sizning yangi versiyangiz orqali. Chunki islomda nikoh bu sevib qolish emas, bu iymonda birga yuksalishdir. Agar siz hali ham kutayotgan bo'lsangiz, hali ham chalkashlikda bo'lsangiz, o'xshamagan ishlardan hali ham davolanayotgan bo'lsangiz, taslim bo'lmang. Alloh kech qolmayapti, u shunchaki siz so'rayotgan narsadan ko'ra buyukroq narsani siz uchun tayyorlamoqda. Agar ushbu video qalbingizga ozgina bo'lsa ham ta'sir qilgan bo'lsa, bir daqiqa vaqt ajrating va quyidagi qisqa duoni izohlarda yozib qoldiring. Ey Allohim, meni dinim, qalbim, kelajagim uchun eng xayrli bo'lgan yo'lga boshla. O'zingizni asrang, salomat bo'ling. And before you go, don't forget to like this video if it brought you peace and subscribe if you want more reminders like this. It costs you nothing, but it helps us keep spreading these reminders to hearts that need them most. May Allah bless you with a spouse who protects your heart, strengthens your faith, and walks with you toward Jannah. Ameen. Until next time, stay sincere, stay patient, and trust the one who never fails his promises.